Arab keldi jigarim, nima gapingiz bor edi? Yana bosh yuzi qotiradigan jumboq aytaman. Yana jumboqmi? Alfa baribir eshitasiz. Aytingchi qani? Qadimda 3 ta yo'lovchi sahroda adashib qolibdi. Ular olim, ilm va zakovat sohibi, bahodir jismoniy kuch va jangchi va savdogar, boylik va oltin egasi. Kunlar o'tib ularning suvi va noni tugabdi. O'lim yoqasida turganda qarshilaridan to'la qora qasr chiqibdi va qasr eshigida sehrli haykal turgan ekan. Haykalning yonida esa faqat bir kishiga yetadigan suv bor edi. Haykal ularga qarab shunday dedi: "Bu suv faqat orangizdagi eng qudratli insonniki. Men sizlarga bitta savol beraman. Kim to'g'ri va asosli javob bersa, suv o'shaniki." Savolni boshladim. Dunyodagi eng qudratli kuch nima? Olim aytadi: chunki ilmsiz qasrlar qurilmaydi, dorilar o'ylab topilmaydi. Bahodir aytadi: dunyodagi eng qudratli kuch bu kuchda, chunki men hozir savdogarni ham olimni ham o'ldiraman, suv meniki bo'ladi. Savdogar aytadi: dunyodagi eng qudratli kuch bu boylik. Oltinda men xohlasam askarlarni sotib olaman va olimni. Endi topingchi qaysi biri qudratli? Ana bo'lmasa alfa sizga shu kerakmidi? Ali, ustimdan kulavermay o'zingiz topingchi. 70 yil uxlab topolmaydigan jumboq aytdingiz-ya.